Yashil kecha. Jaholat eng shafqatsiz, eng tubsiz zulmatdir. Bu zulmatda insonlar o'z erkini, orzu-umidlarini, eng achinarlisi kelajagini boy beradilar. Xo'sh, atrofni qoplagan bu quyuq zulmatni teshib o'tish uchun birgina insonning jasorati, uning matonati yetarlimikin? Turk adabiyotining zabardast yozuvchisi Rashod Nuriy Guntekinning Yashil kecha romani shunchaki navbatdagi hikoya emas. Bu ma'rifat va jaholat, yangilik va eski aqidalar o'rtasidagi shiddatli jang xronikasidir. Asar markazida yosh, e'tiqodli va o'z xalqiga sidqi dildan halol xizmat qilishni oliy maqsad qilgan o'qituvchi Ali Shohin turadi. Uning yagona quroli, yagona suyanchi kitob, teran bilim va ma'rifatdir. U qorong'i ko'ngillarga chiroq yoqish uchun yo'lga chiqadi. Lekin Ali Shohin o'zi kutganidan ham ko'ra shafqatsizroq qarshilikka duch keladi. Eski zanglagan tizim hamda o'z shaxsiy manfaatini har narsadan ustun qo'yuvchi kimsalar yangicha fikrlashni, ma'rifat nurini ildizi bilan yo'q qilishga tayyor. Har bir qadam katta sinov, har bir kun haqiqiy ma'naviy kurashga aylanadi. O'z g'oyasi va e'tiqodi uchun yolg'iz kurashgan birgina inson butun boshli jamiyat xurofotini yenga oladimi? Yoki shafqatsiz tizim uni ham o'z domiga tortib yutib yuboradimi? Yashil kecha bu qalbda uyquni qochiradigan, insonni o'z vijdoni va bosgan yo'li haqida chuqur o'yga tolishga majbur qiladigan teran asar. U sizga haqiqiy ziyoli bo'lish, oqimga qarshi suza olish hamda o'z prinsiplariga sodiq qolish qanchalar og'ir va shu bilan birga sharafli ekanini yaqqol ko'rsatib beradi. Zulmatni yoritish uchun ba'zan birgina kichik uchqun yetarli bo'ladi. Yashil kechani yorug'likka aylantirgan an'analar, shu mashaqqatli kurash bilan tanishing. Rashod Nuriy Guntekinning Yashil kecha romanini mutolaa qiling va qalbingizni ma'rifat nurini barchaga ulashing.